Ivo shahriga keladigan biznesmenlarning ikkita asosiy muammosi, bittasi til bilmaslik, bittasi o'ziga kerak bo'lgan mahsulotni joyini bilmaslik. Birinchidan bu vaqtingizni isrof qiladi, ikkinchidan mablag'ingizni ko'p ketkazadi. Shu sababli sizga bu yerda kerak bo'ladi yaxshi til biladigan bitta odam. Men sizga hozirda bozorning 5 ta bloki hamda yangi qo'shilgan 6-blok haqida umumiy qisqacha tushuntirib o'taman. Demak, birinchi blok hammasi yosh bolalar o'yinchog'i. Ikkinchi blok umumiy oshxonalar uchun ishlatiladigan tovarlar hammasi o'sha joyda. Keyin uchinchi blok katta qismi kosmetikaga yo'naltirilgan har xil chiroyli daftar ruchkalar o'sha joyda va 3 va 4-blok oralig'i bu hammasi sport anjomlari hamda ko'zoynaklar har bir turdagi juda ham katta assortiment olib qo'yishgan. Demak, 4-blok oyoq kiyim, ust kiyim, bosh kiyim hamma narsasi 4-blokda. 5-blok asosan posudbalar, chinni, shu kabi narsalar, idish-tovoqlar, keyin avtomobil ehtiyot qismlari, tuning uchun zapchastlar hammasi 5-blokda joylashgan bo'ladi. 6-blok yangi ochilgan blok bo'lganligi uchun ichida asosan bitta yo'nalish emas, yosh bolalar o'yinchoqlari, keyin dronlar, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan dronlar dori sepishga foydalaniladi. Bu ancha ishni yengillashtiradi. Так что я обнял, потом поцеловал. И меня там ждала, они добавят сал. Они добавят боли в моей кости по утрам. Да, умоляю, не тоскуй, не скучай, верь.